Assalomu alaykum va rahmatulloh. 2004-yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz. Avtomobilimiz tomdan pastda asfalt qilingan deyishyapti egalari. Mix variantdan, kamrasxod. Benzinda ishlarni mana oranji qilib qo'yishdi. Probeglari 458 ming yurgan ekan. Motor hadovoyda ishi yo'q, korobkalar yaxshi holatda deyishyapti. Orqa holatlari. Parijda chiqishi bor ekan. Ularni qilib deyishyapti. Mix variantdan so'raganman. Avvalgi telefon raqam qoldiramiz. 94 178 178 88 47. 88 47. Bahosini $2250 chiqaramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar.